Hayratimning cheki yo'q. Kirish nima qilmoqchisan o'zi? Yaqinda 39 ga kirasan shekilli. 39 ga. Bu paytda tengqurlaring murabbiylik kursini bitirishmoqda. Ba'zilari ishlashyapti, sen hamon maydondasan va hammaning e'tibordasan. Nima ichasan, nima yeysan, qanday qilib kirish? Saudiya chempionati. Sen ushbu mamlakatga ketayotgan payting hamma chor-nochor yo'l olyapti. APL darajasi og'irlik qildi, yosh baribir o'z so'zini aytdi deyishdi. Ha, yosh baribir seziladi. Lekin bu jarayonda tobora sekinlashtirayotgan jur'ating, shiddating, kurashing men tugul olamni ham hayron qoldirmoqda. Shu holatni qandaydir oddiy izohi bormi uka? Bundoq tushuntirib ber. Taysonning zo'r gapi bor edi. Sen 10 marta yiqil, mayli, lekin 11 marta o'rningdan tura ol. Sening de pastga qulashing ko'p kuzatildi. Lekin hamon o'rningdan turayotganing, har qo'zg'alishing oldingisidan haybatliroq kechayotgani ochig'i qiziq, juda qiziq. Bu kurash maydonida borligingni barallayotganing ajib. Saudiyaga ortingdan ketgan o'nlab yulduzlar moliyaviy olamning jilosiga maftun bo'lib, shayxlarning pullariga ko'milib hayot kechirayotganda, ulardan 2-3 barobar ko'proq pul topayotgan sen qurib qolgan cho'lga borib gollaring bilan bog' yaratishga, o'sha chempionatni-da Yevropa birinchiliklariga raqobatchi darajasiga olib chiqayotganing juda ham qiziq. Nima qilyapsan o'zi kirish? Sening tabiatingni opang zo'r tasvirlagan. Ukam uni tanqid qilishayotganda, yiqildi deb kulishayotganda motivatsiya oladi, kulaveringlar. Bu sizlarni uyaltiradi degandi. Rostdan ham Xudo bergan talantning 4 ta oltin to'p olgani-yu, uning oldida ikkinchi bo'lib turishing og'riqlarini taxminan bilamiz. Bu holat istalgan kishini sindirib parchalab yuborishi tayin edi. Lekin sening comeback qilishing, Real bilan Portugaliya bilan tarix yozishing shundan so'ng ko'rildi. Yana qulading, yana turding. Yosh o'z so'zini aytib borgan sari futbol qaraligi vujudingni qurshab olganda ham bu maydondan ketging yo'qligi, gollaring soni bilan zamonaviy futbol qirollari, Holland, Mbappelar yonida yurishing menga nimani tushuntiradi aytaymi? Sen ularga ustoz qanaqa bo'lish kerakligini ko'rsatyapsan. 41-uslubni gollar orqali o'rgatayotgandeksan ularga, ukalaringga. Kirish qanaqasan o'zi? Saudiya chempionatida gol urib ham chindan xursand bo'lishni qanday eplayapsan? Yevropaning eng katta o'yinlaridagi gol nishonlashing, rohatlanishing, mahalla futbolga kelib qolganingda ham qanday davom etyapti? Undan lazzatlanish mumkinligini qanday ijro etyapsan? Piyozdan qanday qilib murabbo pishiryapsan tushuntirib-ku. Seni birda hayvonot olamining sheriga o'xshatgandim. Sherning tabiati shunaqa. Yutqazish nimaligini bilmaydi, qo'rquv hislati yo'q unda. Shu bois o'ta katta olib bo'lmaydigan o'ljaga ham otiladi. Oyoqlar ostida o'lsa ham buqalarga hamla qiladi. Oddiy o'la olmaydi, mag'rur o'ladi. Sen futbol tugul yoshlarga hayot oxirigacha kurashning yuqori namunasini ko'rsatib bo'lding. Taslim bo'lmaslikning, qayta o'rindan turishlikning oliy ko'rinishini ijro etib bo'lding. 39 yosh ostonasida yil davomida 48 gol va 13 golga uzatmani amalga oshirish uchun o'zingni qanday chog'layapsan? Qay narsalardan ruhlansan? Tushundir bundoq kirish. 10-marta 60+ ball olganingni o'qigan Erling va Kilian senga pichirlab bo'lsa ham aytayotgandir. Aka, bunaqa planka qo'ymang, biz ham qariymiz. Hamma bizni o'shanda sizga qiyoslab qiynab qo'yishmasin. Ha, rostdan ham sening faoliyating yoshlarga ibrat. Kurashning eng zo'r ko'rinishi. Oxirgi savolimni berib olay, kirish. Kechagi golni qanday urding? Qayerdan bunaqa tuyg'u his qilish? Nega shunaqa sana uka?